O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligi hamda Nurobod tumani tashkil topganining 50 yilligi munosabati bilan Nurobodning shonli yo'li kitobining taqdimoti o'tkazildi. Unda tumanning yarim asrlik taraqqiyot yo'li, bugungi salohiyati, ijtimoiy-iqtisodiy hayoti hamda yurt ravnaqiga munosib hissa qo'shgan insonlar hayoti haqida hikoya qilinadi. Mazkur kitob Nurobod tarixini o'rganish va uni kelajak avlodga yetkazishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Nurobod zamini asrlar davomida mehnatkash va fidoyi insonlari bilan tarix zarvaraqlaridan munosib o'rin egallab kelgan. Bugun ana shu zaminning yarim asrlik taraqqiyot yo'li kitob sahifalarida mujassam. Nurobodning shonli yo'li kitobida tumanning tashkil topishidan tortib bugungi kungacha bo'lib o'tgan taraqqiyot bosqichlari, ijtimoiy-iqtisodiy sohalardagi o'zgarishlar, bunyodkorlik va yangilanish jarayonlari haqida ma'lumotlar jamlangan. E'tiborlisi, bu tarix faqat raqam va voqealar emas, unda Nurobod ravnaqiga o'z mehnati, bilimi va fidoyiligi bilan hissa qo'shgan insonlar hayoti ham aks etgan. Shu kunlarda mamlakatimizda O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligi nishonlashga katta tayyorgarlik ko'rilmoqda. Albatta bu to'yga to'yona sifatida barcha hududlarda bo'lgani kabi Nurobod tumanida ham o'ziga xos bayram sovg'alari tayyorlandi. Albatta bulardan bittasi mana shu tumanimizning 50 yillik tarixini va qolaversa mustaqilligimizning 35 yilligida mana shu tumanda amalga oshirilgan ishlar, kelgusi rejalarni o'zida mujassam etgan Nurobodning shonli yo'li tarixiy kitobining chop etilishi o'ylaymizki, eng ulug', eng aziz bayramimizga munosib sovg'adir. Kitob taqdimotida uning mazmun mohiyati, tarixiy va ma'naviy ahamiyati xususida fikrlar bildirildi. Ta'kidlanganidek, o'z tarixini bilgan avlod o'zligini anglaydi. Shu bois Nurobodning kechangi kunini o'rganish, bugungi yutuqlarni qadrlash va ertangi avlodga yetkazish muhim vazifalardan biridir. Biz 2 yil mobaynida mana shu kitobda ma'lumotlarni yig'ib, qarangki, bugunda shu kitobni taqdim qildik. Bu kitobda bütün mana shu 50 yil davrida bo'lgan mehnati singan mana shu tumanning rivojlanishida mana shu rahbarlar mana rayon tashkil bo'lishda Nurmat Elbayev va qator mana 11 ta hokim ishlagan ekanki, hammasini biz yutuqlarini keyin mana shu tashkilot rahbarlari, mehnat qahramonlari hammasini kiritdik. Tumanda hamma tashkilotlarida tarixlarini kiritdik va juda katta bir mehnatni talab qildi. Albatta men ijodiy guruhga rahmat aytaman. Men kitobni tuzgan odamlarga rahmat aytmoqchiman. Birinchidan juda katta mehnat sarflanganki, bu to'proqda ko'p yaxshi odamlar yashab o'tgan, ko'p mashhur odamlar yashab o'tgan. Bitta kitobga agar u qanchalik katta bo'lsa ham, buni hammasini joy etish qiyin. Shu tumanga shu 50 yil ichida, balkim undan oldinroq xizmat singan ko'pchilik yaxshi odamlar tilga olingan, ularning suratlari berilgan va bu kitobda shu odamlarning, shu tuman ahlining, shu tumandagi qishloqlarning baribir tarixi muhrlab qo'yilgan. Shu tomondan menga bu kitob yoqdi. Men o'zim shu kitobni o'qib, ko'p odamlarni qaytadan esladim. Ko'p yaxshi odamlarni qaytadan esladim. Taqdimot davomida Nurobod tarixini yanada chuqur o'rganish, arxiv va manbalar asosida yangi ma'lumotlarni jamlash, ularni yosh avlodga yetkazish zarurligi ham qayd etildi. Zero yarim asrlik taraqqiyot yo'li bu, avvalo shu zaminda yashab, mehnat qilgan insonlarning fidoyiligi va bunyodkorligi tarixidir. Nurobodning shonli yo'li kitobi esa ana shu tarixni bir joyga jamlab, uni kelajak avlod xotirasiga muhrlashga xizmat qiladi.